Bizni seximizda hamma profillarimiz Akfa kompaniyasiga tegishli. Xuddi mana shu narsani masalan $60 qilsak ham qoplamaydigan joyi bo'lib qoladi-da. Tashqarisi rangli, ichkarisi oqi bor. Bu narsa uyga bo'lmaydi o'zi aslida. Endi ozgina qimmatroq to'g'ri, hammani ham cho'ntagiga ko'tarmaydi, lekin iloji boricha mana shu profildan qilsa yaxshiroq. Assalomu alaykum, Alimov TV'ni podpisчиklari. Men sizlarga hozir Aravon rayonida juda ham bir Akfa sexini как zavod singari qilib, katta qilib ishlatayotgan akamiz oldiga kelganman. Akvarom zakaz qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, yangi uy solayotgan aka-ukalarimizga hozir juda ham bir foydali video bo'ladi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Videoda boshidanlab podpiska, like, kommentariyalarni yozib ketamiz. Aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Fayzullo akamiz aynan mana shu seximizni yurgizuvchi akamiz bo'ladi. Akamizdan hozir aynan mana shu plastik romlari haqida, ruchkalari haqida to'liqroq ma'lumotlarni bilib olamiz, xudo xolasa. Aka, bizni podpischilarimizga to'liqroq ma'lumot berib ketsangiz, necha santimetrligi bo'ladi, qanaqasi bo'ladi, qaysinisi necha puldan, to'liqroq ma'lumotni tushuntirib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, Kamoliddin, bizni seximizda hamma profillarimiz Akfa kompaniyasiga tegishli. Boshqa profil ishlatmaymiz. Xo'p, buni eng arzoni oq, montajniy glubinasi 6 sm, $50 dan boshlanadi. Xuddi mana shu narsani masalan $60 qilsak ham qoplamaydigan joyi bo'lib qoladi-da. Tushundingizmi? Shunga qarab turib biz o'zimiz zakazga borganda o'lchab turib, enakan ana shu yerdan narx beramiz. Hozir masalan meni $50 dan dedingmi deb turib masalan tilimdan ushlaydiganlar ham bor-da, shuning uchun aytib qo'y, tushuntirib qo'yapman men. Bu narsani $60 dan qilsam ham qoplamaydigan joylari bo'lib qoladi. Shunga qarab turib narxini o'zim chiqarib beraman. Xo'p, buni yana narxini o'zgartiradigan narsa Kamoliddin ichiga solinadigan metallari. Bizda metallar mana shu narsaga 0.9 lik metaldan boshlaymiz solishdi. 0.9, 1.2, 1.5 gacha solamiz. Uni asha katta kichikligiga qarab turib obyektni qayrilib ketmaydigan qilib beramiz. Undan keyingisi mana ranglilarimiz. Bular $75 dan boshlanadi. Bu ham xuddi shunaqa ketaveradi tevaga qarab. Endi 7 santimetrligimiz. 7 santimetrligimizning rangligi $80-85 dan boshlanadi. Xo'p, menga jicha arzonroq degani mana shu 6 santimetrlikning narxiga tashqarisi rangli, ichkarisi oqi bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Obmanka deyiladi. Tashqari tomoni tsvetnoy bo'ladi, ichkari tomoni oq bo'ladi. Bu svetini ham har xil ranglari bor. Undan keyingisi mana alyumin холодный seriya deyiladi, Kamoliddin. Bu bizda Aravon territoriyasida juda ko'pchilik uyga qilib oladi-da, Kamoliddin. Bu narsa uyga bo'lmaydi o'zi aslida. Endi haligi arzonroq deb turib iloji yo'q qilishyapti. Buni qilish kerak emas. Mana bularga mana yechim. Endi ozgina qimmatroq to'g'ri, hammani ham cho'ntagiga ko'tarmaydi, lekin iloji boricha mana shu profildan qilsa yaxshiroq. Xo'p, undan keyin xuddi shuni obmankasi, chempion material deymiz. Tashqari ko'rinishi shu bilan bir xil, faqat xuddi shuni холодный seriyasi. Buni ichi g'ovi ekanda. Ichi g'ovi. Mana unda o'rtada poliamidlari bor. Issiq sovuqni yaxshi ushlab beradi. Men sizga bitta video tashlab beraman, shuni ham iloji bo'lsa shu o'rtasiga qo'yib yorsangiz, uje odam sirazi tushunadi. Xo'p, bu 65-seriyasi, yana ham hali kattaroq obyektlar bo'lsa, mana 70-seriyasi. Mana bu qalinroq. Buni eshiklarini narxi $200 ga $220. Bir qanotligi $200, ikki qanotligi $220 kvadrati. Buniki $180 ga $200. Yangilik ekanda, hozir men bilishim bo'yicha yangilik ekan-a, bu. Yangilik endi faqat bizni Aravon territoriyasida hech kim qilmayapti, o'zimiz qilyapmiz, xudo xolasa. Yana bitta nimasi buni, boshqa texaviklar bor-ku. Boshqa texaviklar ham bizga zakaz bersa, biz ularga bez ustanovka qilib turib yasab beraveramiz. O'zi qo'yib olaveramiz. O'zi ustanovka. Jicha arzonroq qilib beramiz, конечно. Optim senada qilib, ular ham xuddi shu klientga biz qilayotgan narxda qilsa, o'zlariga ozgina qoladigan qilib beramiz buni ham. To'g'ri. Sababi ularda hozir stanoklari yo'q. Biz stanoklarini polniy olganmiz. Shuning uchun o'zi shunaqa variantimiz ham bor. Alyumin sovuq o'tkazadi deb men o'zi uyimga polniy romlarimizni, verandalarimizni plastik qilgandim-da. Mana bunda veranda qilib yuborsam bo'lar ekanda, zinashda. Liboy narsa qilsa bo'ladi. O'rtada issiqni ham, sovuqni ham o'tkazmaydigan mana bunaqa yangi material bilan chiqibdi. Mana bu materialimiz qalinligi ham juda mo'shni ekan, ukalar. Ruchkalaringizda nima bor? Ruchkalar masalan mana arzon ruchka, haligi
nima deydi, 35 dollar, 40 dollardan ham qilishib yuboryapti-yu. Buni hozir ichiga solingan narsalarni buni faqat shu eshik rom qiladigan odam tushunadi. Ha. Sizga o'xshagan klientlarimiz tushunmaydi. Masalan, mana bu ruchka 35 so'm, 40 so'mlik ruchka. Bu ham ruchkada, lekin mana matga bunday qilib qo'ysangiz, el buni ruchka, eshik romni ruchkasi deb biladi. Mana bu narsa 2,5 dollar, 3 dollar. Bu endi sifatida ancha farqi bor. Mana shunaqa arzon narsalarni polni qo'yib yuboradigan bo'lsa, bizniki ham mana shu 35 dollar, 40 dollardan chiqaveradi. Ha, arzonroq chiqadi. Ha, lekin garantiya degan narsani bir kunga ham bermaymiz. Bir kunga. Mana ichiga solinadigan masalan zavod bizga 0.9 metalldan elkaga solishni boshlaylar deydi. Ha bu mana uni направляющийni sovorayotgan sexlar ham bor. Gipsokartonga qiladigan Gipsokarton, gipsokarton. Endi men ularni yomonlamoqchi emasman. Endi sunishda bu prosta elga tushuntirib qo'yapman xolos. Narxi nimaga qarab o'zgarishi. Masalan, mana bu ruchka 2,5-3 dollar bo'lsa, ayrim sexlar bor, mana shuni 10 dollarligini qo'yadigan sexlar ham bor. U klientni narxni ko'tarmasligiga qarab turib o'zgaradigan narsalar. Endi mana bu yerda rezinka turibdi. Ko'rdingizmi Kamolni? Mana geliviy rezinka deyiladi. Silikon, glitserini ham deb qo'yadi ayrim odamlar. Bu mana zavod o'zi bizga mana shu rezinkasi bilan keladi. Lekin bu narsa hali plyusini ham minusini ham aytish kerak. To'g'ri. Mana bu narsa qishda ozgina qatiydi. Keyin qattiq yomg'ir yog'adi-yu, aslida masalan 1-2 tomchi qishki kunida yo'q kuzda masalan kirishi mumkin. Endi bu narsani biz masalan ochilib yopiladigan joylarga polni chiqarib turib, bundan solib beramiz. Bu qishda ham, yozda ham bir xilda turadi. Yine qalinligi ham narigindan ancha qalin. Bunda короче hech narsa kirmaydi ham, chang ham, Даже rezinkasigacha farqi bo'lar ekan. Rezinkasigacha mana metallni ichiga solib Kamolni mana. Bunday qilib solamiz-ku mana. Mana tushda. Tushgandan keyin mana shu yerdan endi shurupida ham ekonom qilib qo'ysa bo'ladi, uka. Kitobida 20-25 santimetrga urish kerak bo'lsa, har 40 ga 50 ga uradigan bo'lsangiz bo'ldi. Ashitda ham narxi. Endi bitta romdan bir kunda bittadan korobka ekonom qilganingizda ham shuncha ekonom bo'lib ketadi-da. Shunaqa uka. Endi nima deydi, shu Aravon eliga endi kim ko'rsa ham buni West Qirg'iziston bo'yicha tushuntirib qo'yganimiz yaxshi-da bu narsalar. To'g'ri, aka. To'g'ri. Akfa romlar bo'yicha tushuncha bo'ldi. Tushuncha bo'ldi. Bundan tashqari sizni jalyuzi eshiklar haligi pultli darvozalarimiz bor. Ana shunaqa narsalar ham yasardi akamiz. Shu haqida ham bitta ma'lumot bersiz aka. Mana jalyuzi hozir kakras Kamolni kelganda mana bitta terilyapti. Hozir bolalar o'n yerda mana maqda ham olib qo'yindi aka. Ikkita terib olib qo'yishdi. Mana. Bular ustanovkaga tayyor, xudo xolasa ertaga ustanovkaga chiqib ketadi. Ha, bunimiz endi terilyapti mana. Terilish jarayoni. Bu ham qalinidan, garantiyasi boridan 1 kvadrat metri 100 dollardan boshlanadi. Bularni avval faqat do'konlarga qo'yishardi-da. Do'konlarga hozir mana shu uchovi ham uydiki. Uyga. Varataniki. Mashina kirib chiqadigan joyiga uchovi ham. Mana shu o'zimizni hozir bitta parsesga, ikkita langarga. Shunaqa. Aka-ukalar, nima buncha apparatlar to'ldirib tashlaysiz? Apparatlar endi uka nima deb tushuntirsam ekan endi. Bu hali ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan narsaga. Bu ikki kallali alyuminni kesadiganimiz alohida. Naryoqda plastikni kesadiganimiz ikki kallaligimiz alohida. Ha, plastikka alohida yana mana shunaqa plastikka alohida, alyuminga alohida. Mana ustanogimiz chip ustanok deyiladi. Zamoglarni zavodskoy qilib ochib beradi. Mana bu yerda ochilgani bor, mana ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana. Zavodskoy qilib, mana teshiklari maqa bo'lib ketmaydi. Bir tekizlikda, bitta liniyada zo'r qilib ochib beradi. Qaysidan bo'lgan mana uningiz? Bu mana shu termo mana shu. Termodan zakaz qilishyapti. Termo 65-seriya. Zakazlarimiz rosa ko'p. Termoga hozir o'sha odamlar buni yaxshiligini tushunib qoldi. To'g'ri. Hammani ham cho'ntagiga ko'tarmaydi, lekin iloji boricha shundan qildirsa, xudo xolasa foydaliroq, mo'shniyroq, uzoqroqqa yetadi. 30 yil tegmaydi. Xudo xolasa. Mana ustanogimiz bor yana bu avtomatik lineyka deb qo'yadi. Shtapilarni mashinada kesamiz. Yana tashqarida 2-3 ta Kamolni ulgumayapmiz to'g'risi. Eshik taydan chiqsangiz, ikkita ustanogimiz turibdi. Hozir paka qo'ygani joyimiz ham yetishmayapti, vaqtimiz ham bo'lmayapti. Shunaqa uka.
Xo'p, aka-ukalar, videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like deb bosib ketamiz. Akamizning adresiga keladigan bo'lsak, adresimiz Aravon rayonida. Aravon Tepaqo'rg'on trassasini hammamiz bilamiz. Hozir yangi asfalt bo'lyapti. Manzura mozoridan ozgina pastga tushganimizda, o'ng qo'l tarafimizda kadastr ishxonasi bor. Oldin Gosregistr deyilardi. Hozir kadastr bo'lib, mana shu teplitsaga ko'chib kelgan. Ana shu kadastr tarafga burilamiz. O'ng qo'l tarafimizda choyxona bo'lib qoladi, chap qo'l tarafimizda kadastr ishxonasi bo'ladi. Shu kadastr ishxonasidan o'tganimizda chap qo'l tarafga pavorot bor. Hozir ekranlarga qo'yib ketaman. Ana shu pavorotdan to'g'ri yurib kelganimizda chap qo'l tarafdan mana shu akamizning sexiga kelamiz. Mana shu joyga kelib, materiallarni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib zakaz qilib ketsanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasa ekraningizda akamizning nomerini qoldirib ketyapman. Mana shu nomeriga bemalol murojaat qilib, qolgan savol-javoblar bo'lsa bemalol akamizga beraveramiz. Aka, ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Rahmat Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.